Katta oilalarga mastavani yetkazish mumkin, lekin kotletni yetkazish amri mahol. 1 gramm ham go'sht ishlatmasdan grechkadan barakali va mazali kotlet tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib grechkani yuvib, tuz bilan suv solib, ustini yopib, past olovga dimlab qo'yamiz. Go'sht ishlatmadik, baton ishlatsak uyat bo'ladi. Oddiygina buxankani oddiy suvga o'tib qo'yamiz. 1 dona kartoshka, 1 dona piyoz, 5 dona chesnokni мясорубкani mayda tishidan o'tkazib olamiz. Go'sht, baton, choper demasdan osongina usulda o'rgatayotganim uchun bittagina like va podpiska bosib qo'ysangiz bo'ldi. 2-3 baravariga ishib, yumshoqqina pishgan grechkamizni ham мясорубкаdan o'tkazib 2 dona tuxum va kotletga har doim soladigan ziravorlaringizdan sovurasiz. Roltini elidan o'tkazib solsangiz sabzilari tushmaydi. Tayyor massani yaxshilab aralashtirdim. Yog'im qiziguncha esa qizimni dog' bo'lgan oq qo'ynachasini Bavi super очистителida tozalab oldim. Maktab yaqin siyoh tekkan oq qo'ynalarning davri keladi. Qiynalmasdan ketqizish uchun konservaga qo'shib bitta Bavi super очистителdan olsangiz masalangiz hal bo'ladi. Qo'ynincha ham toza, yog'imiz ham qizidi. Kotlet yasayotganimizda yopishib qolmasligi uchun birozgina qo'limizni yog'lab olamiz. Orqa oldini yaxshilab qizartirib pishirib olamiz. Go'sht solmaganimiz va мясорубкani mayda tishidan o'tkazganimiz hisobiga juda ham tez pishadi. Videoni avval o'zingiz saqlab oling, keyin esa katta oilali tanishingizga jo'natib qo'ying.